Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari. 2022-yil 8-oy 56 ming yurgan Kia Bongo zavodskiy xolodilniy mashinamizni obzor qilish uchun keldik. Mashinamizni ponni ko'rib chiqdik. Oldilari, kraskasi, udari bor, yo'q, hammasi yaxshi. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Ichki salonlari ham tarbiyalanib toza. Orqasiga ham ahamiyat berasizlar. Orqadagi bo'tka ham o'ta toza, chiroyli, tashqi ko'rinishi ham va ichki toza ekan. Bundan tashqari bu mashinamizda orqasida zavodskiy lifti bor. Yuk yuklashga juda ham qulay, oson qilib qo'yilgan. Pulti o'zida mana sandiqchasida turadi. Orqa balon holati. Bu shu yerdan tushadi, chiqazadi. Bundan tashqari mashinamizning ichki qismi mana ko'rinib turibdi videoda ham. Chiroyli, o'sha ikkita parraligidan, zavodskiy holatning ikkita parraligidan. Bu ham o'sha tevaga ko'tarilib, mana shu yergacha keladi. Yuk yuklashga, yuk tushirishga qulayligi bor. Undan tashqari orqadagi o'sha bo'tkamizni ko'pida bu mashinalarda 2 yilcha minishibdi. Masalan, urib olishgan, qirib olishgan joyi bo'lardi, unaqa narsasi yo'q ekan. Orqa tarafdagi holati, paskasi bor mana. Bundan tashqari yana balonning holati orqadagi chiroyli ekan, zo'r ekan. Gaz baloni. Oldi balon ham normalniy, orqa oldi balon ham. Ichki salon qismiga o'tamiz. Ichki salon qismimiz torpedalar chizilgan, qirilgan joyi yo'q. Zavodskiy bergan narsalar turibdi. Bundan tashqari mana bitta qanaqadir holatning remini, bilmaman, qo'shimchasi ham bor ekan zavodskiy. Hamma narsasini ichida xohlasa yetkazib beramiz. Holatning pulti bu yerdan boshqariladi. Hozir buni bir o't oldirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yurgan bo'lsa 57 ming ekan, 56 ming adashimman. Mashina o't oldi. O't olgan holati mana shu. Hop, endi xolodilnikni yoqamiz. Xolodilnik ham ishga tushdi. -10 gacha sovutadi shekil. Bu yerdan ishga tushdi hozir xolodilnik. Ishlashi yaxshi, ovozi unaqa baland emas. Отдельно mana orqa kamerasini doim ko'rib tursangiz bo'lar ekan. Video registrator bor. Multirol. Xolodilnik ishlash holati. Ham qattiq. Takwanda chiqdi. Уже to'g'ri bo'ldi уже. Qo'shganimizga mashinamizni 2 minutdan bo'lmadi, уже 2 minutda anchadan beri uchiq turgan mashina mana sirazi -3 gacha tushirib bo'ldi, -5. Xudo xolasa ishlashi yaxshi, sharmanda qilmaydi. Mana уже -2. Unutdim. -2, 3 minutda -2 ga keldi. Xolodilnikimiz zo'r ishlayapti mana. -3 bo'ldi. -10 gacha olib tushadigani, ikkita parralik. Orqasini ham bitta ochib ko'rsatib ko'ramiz. Hozir. Ichiga tushdi mana. İnşallah ishlashi yaxshi. Kimga nasib qilsa, yurib nasib qilsin, xudo xolasa 1 oyda dastavka qilib beramiz yo'lga chiqqandan keyin.